Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Sizlarni Kitob jamiyat qalbi loyihasi doirasida navbatdagi kitob bilan tanishtiramiz. Anorqul Rustamov Nafs girdobi. Ushbu kitobda dastlab ota, onasidan erta yetim qolgan va asrandilikda voyaga yetgan. O'tgan umrining katta qismini ko'zdan panada turli jinoyatlar bilan kechirgan Safarning hayoti atrofida yuz bergan voqealar bilan boshlanadi. Keyinchalik bu kitobning bosh qahramoni bo'lgan oddiygina qishloq qizi Mohinur hayoti hikoya qilinadi. Mohinur hayotidagi ikkita inson Safar hamda Nurbekning muhabbati orasidagi ko'zga ko'rinmas to'qnashuvi girdobida qoladi. Lekin qizning boshiga qanday sinovlar tushmasin, alal oqibat yillar davomida olgan hayo saboqlaridan to'g'ri xulosa chiqara oladi. Hayot har bir inson oldiga turli tanlovlarni qo'ygan mahalida asl to'g'ri yo'lni tanlay ola bilish naqadar muhim. Bu tanlov jamiyat hayoti bilan hamohang bo'lganda inson umri yanada mazmunli va ibratli bo'ladi. Nafs girdobi bu inson qalbining ichki kurashlari, muhabbat va vijdon o'rtasidagi sinovlar haqida chuqur o'yga soluvchi asar. Kitobni o'qir ekansiz, har bir sahifada hayotiy saboqlar, insoniy qadriyatlar va to'g'ri yo'lni tanlash zarurati haqida o'ylab qolasiz. Bu asarni o'qish nafaqat maroqli, balki o'z hayotimizni yanada anglashga undaydi. O'qing, o'rganing va o'ylang, chunki kitob jamiyatning, demak, qalbimizning yuragidir.